Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda ikkita masalani chuqurroq tushuntirib o'tmoqchiman. Ulardan biri Polsha elchixonasiga 1 yildan buyon navbatim kelmayapti deb juda ko'pchilik yozdi bundan oldingi videoda izohda va ikkinchisi Polshada karta pobiti olish uchun juda ham uzoq vaqt, o'sha 1 yil, 2 yildan beri kutyapmiz, natija yo'q degan mazmundagi bir qancha masalalar bor. Shularga sabablarini tushuntirib o'tmoqchiman. Demak, birinchisi Polsha elchixonasiga 1 yildan buyon navbatim kelmadi deb juda ko'pchilik yozdimi? Demak, e'tibor beringlar. O'sha yozganlarning aksariyati meni tushunishim bo'yicha navbatga o'zlarini telefonlariga ulanmagan, ya'ni жеребьевкani, o'sha elchixonani navbat berish natijalari, qur'a natijalari ularning elektron pochtalariga emas, kimdir qo'yib bergan yoki qaysidir firma, agentlik qo'ygani uchun ularga kelmaydi javobi. Shuning uchun ular 1 yildan beri kutishyapti. Aslida bu holatda sizlarda katta ehtimol bilan navbatlar уже chiqib o'tib ketib bo'lgan va o'sha sizga navbat qo'yib bergan odam ikkinchi marta qo'yib qo'ygan xolos. Chunki oxirgi 1 yildan buyon o'sha birin ketinlikda navbat berib kelyapti-da, o'sha жеребьевка birinchi boshlangan paytda misol uchun randomniy tanlardi. Kimdir 1 yil kutadi, kimdir 1 oyda ham chiqayotdi. Keyinchalik qo'yilgan sanasi bo'yicha ketma-ketlikda navbat berish boshlangan va oxirgi 1 yil davomida misol uchun hech kim 1 yilcha kutgani yo'qda, aniq navbatga qo'yilgan kundan boshlab 1 yil kutgani yo'q. O'sha boshida 1 yil, keyin 9 oy, 8 oy, 7 oy, hozirgi kunga kelib 5 oy, 6 oyda uzog'i navbat chiqyapti. Ya'ni o'tgan yil davomida ham hech kim 1 yil kutgani yo'q. Agar kimdir haligacha navbati chiqmagan, navbatga qo'yilganidan 1 yil bo'lib ketgan bo'lsa, ishoning, sizni navbatingiz chiqib o'tib ketgan. Agar o'zingizning telefoningizda bo'lsa ham, kelmayotgan bo'lsa, xabar spam degan papkasi bor elektron pochtani. O'sha joyda tekshirib qo'yish kerak. Yoki kimdir sizga navbatga qo'yib berib, hali ham chiqmadi deyotgan bo'lsa, demak, ishoning, siz navbatingiz chiqib o'tib ketgan. Bunga ehtiyot bo'lish kerak. Va shu o'rinda o'sha xususiy bandlik agentliklari va ayrim shu elchixonaga navbat olish bilan shug'ullanadigan odamlarga ham bir murojaatda har doim deyarli oldindan xizmat haqqi olib, keyin bir ish qilinadi. Xizmat haqqisini olyapsiz, o'sha odamni o'zini telefoniga ulab bering. Birinchidan o'sha firmalarni o'sha elektron pochtalarida nechta klientni navbatini qo'yilganligi uchun ular fiziki ulgurmasligi mumkin. Har chorshanba, shanba har bitta elektron pochtaga o'tib ochib ko'rishga. Va shunaqa qilib kimdir navbati chiqadi-da, ko'rmay qoladi, qanaqadir yoki spamda bo'lib qoladi, ko'rmaydi, o'tib ketadi. Ana odam kutib yotibdi 1 yil, bu yoqda navbat o'tib ketib bo'lgan. Keyin hali chiqmadi deb turib, sekin o'zi vaziyatdan chiqish uchun yana qaytarib navbatga qo'yib qo'yapti. Xo'p, navbatga qo'yganda ham agar uni ishga taklifnomasini amal qilish muddati 3 yillik bo'lsa yoki 2 yildan oshiqroq bo'lsa deylik, keyingi navbat chiqquncha amal qilish muddati tugab qolmaydi. Agar 1 yillik yoki uzoq 1,5 yillik taklifnoma bo'ladigan bo'lsa, navbat chiqqungacha ana taklifnomani amal qilish muddati ham oxirlab qoladi va unga viza bermaydi yoki taklifnomani amal qilish muddati 3 oydan kam qolgangacha navbat chiqmasa, ikkinchisi o'sha ba'zidan chiqib ketadi, bo'ldi, u odam shuncha qilgan harakatni kutgan vaqtiga absolyutni kuyadi. Hatto elchixonaga kirib отказ olganda ham bunchalik alam qilmas edi-da, navbat shunchaki kuyib ketishdan ko'ra. Shuning uchun agar kimdir endi Polshaga harakat qilmoqchi bo'lsa, birinchidan to'liq informatsiyalarni o'qinglar. Viza olish oson emas, kutish vaqti bor, har kimga viza bermaydi. Bunga tayyor bo'lib harakat qilinglar. Ras harakat qildilaringizmi, o'sha agar o'zlaring topasizlarmi ish beruvchini yoki qaysidir firmaga murojaat qilasizlarmi, boshidan hamma narsani yaxshilab kelishib olib, o'sha elchixonaga navbat olishda iloji bo'lsa o'zlaringizni telefonlaringizga ulatib, u shunchaki SMS keladi, sizlar kutib o'qib o'tirasizlar xolos. Buni hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. O'zlaringizga ulab jarayonda o'zlaring nazorat qilishlaring to'g'ri bo'ladi o'zlaring uchun. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Ikkinchisi, Polshaga kelib, Polshada o'sha viza bilan kelganingizdan keyin, ishchi viza bilan yana uzoqmi, viza 1 yilga beradi uzog'i. Yana qolib davom etib qonuniy ishlab yurish uchun Polshada o'sha vaqtinchalik yashash huquqini beruvchi karta chasovego pobytu degan hujjat bor, karta bor, ya'ni karta pobyta deydi hamma. Ana shu kartani olish o'zi muddati o'rtacha holatda 1 yil, 1 yil u 2 oy shunaqa vaqtda tayyor bo'ladi. Undan kimdadir ertaroq chiqib qolgan bo'lsa, demak omadga bog'liq narsa bu.
Lekin oxirgi paytda juda ko'pchilikda shunaqangi tushunchalar paydo bo'lganki, ish beruvchim o'zi qilib bermas ekanda, ko'chadan qildirsam, kimgadir pul bersam tezroq chiqadi ekan deb juda ko'p bolalar, o'zimiz yurtdoshlar kimlargadir yaxshigina pul 2000, 3000 dollar yoki 1000 dollar, 1500 dollar prosta tak pul sarflab yurishibdi. Eng yomoni ular shunchaki bu pulni sarflayotganini ham bilmaydi-da. Ular shunga qattiq ishonishadi. Aslida Polshani o'sha vaqtinchalik kartasini olish o'zi u qiyin narsa emas. Juda ham oddiy jarayonlar. Siz bir joyga keldingiz, qonuniy ishlayapsiz, o'sha joydan karta pobitaga hujjat topshirdingiz. Davlat to'lovi 440 zlotix plus 100 zlotix plastigini o'ziga 540 zlotix. Bu 150 dollar. Bo'ldi, davlat to'lovi shu. Mayli kimdir o'sha anketalarni to'ldirishni bilmaysiz, boshqa shu uchun 100 dollar, 150 dollar, 200 dollardir xizmat haqqi olishi mumkin, lekin u 1000 dollar emas, u 1500 2000 dollarlik narsa emas. Hatto men shunaqa narsa eshitdim. Bir yigit o'zimdan so'rayapti. Karta pobitani sariq qog'ozini olib berish uchun nech pul xarajat bo'ladi dedi. Sariq qog'oz bu sizni hujjatlaringiz o'sha Ujont Voyevodskiyga, ya'ni rasmiy davlat organiga hujjatlaringiz kirib borganligini tasdiqlovchi hujjat xolos. Bu uchun hech qanaqangi alohida to'lov yo'q. Shu uchun uni tanishlari 500 dollar pulini olishdi misol uchun. Bunaqangi narsalar juda ko'p. Yana bitta biz o'zimizni bilan mentalitetimizdan kelib chiqib bitta aybimiz bor. Shaxslarni juda ham ideallashtirib olamiz. Masalan, mana shu karta pobita qilib berish bilan shug'ullanuvchi firmalarni o'zini shunchaki полномочник deydi Polshada, ya'ni полномочниство, bu доверенность, sizni ishonchli vakilingiz degani. Biz ularni advokat, yurist deb nomini ulug'lab olyapmiz. Endi o'sha advokat, yuristlar xohlaganini qilyapti biz bilan. Xohlagan summasini aytyapti, xohlaganicha ish yurityapti, yuritmayapti. Biz ularga ishonib yotibmiz. Bir qancha bolalar menga, meni yuristim Strash Granichnyda ishlagan, meni yuristim oldin Ujont Voyevodskiyda ishlagan. Qayerda ishlashdan qat'iy nazar, qonun doirasidan tashqarida ish qila olmaydi. Tamom. Ba'zi vaziyatlar bo'ladi, haligi kimgadir qandaydir omad bilan 5 oyda, 6 oyda karta pobitasi chiqib qolgan bo'lsa, u hammanikini shuncha muddatda aniq garantiya bilan chiqarib beradi degani emas. Shu narsaga qattiq e'tibor beringlar. Bekorga juda ko'pchilik ofitsialniy ishlaydi, hamma hujjati bor, lekin ko'chaga kimgadir katta pul berib karta pobita qildiradi. O'zi aslida Polshada yurganlar yaxshi bilasizlar. U oyliklar masalan 2000-3000 dollardan toparayotgani yo'q ko'pchilik. Misol uchun topish mumkin emas demoqchi emasman. Bor, iloji bor, lekin umumiy hammaga mundoq tekis tarqatiladigan bo'lsa, unaqangi katta oyliklar yo'q. Yotog'ingiz, yeb ichish, xarajatlaringizdan tashqari agar uyingizga 1000 dollar jo'natayotgan bo'lsangiz, siz yaxshi ishlayotgan bo'lasiz. O'shani ham jo'nata olmayotganlar bor. Shu sharoitda endi kimgadir 2000-3000 dollarlar pul sarflab, yana bitta Ujont Voyevodskiyga hujjat topshirib, keyin boshqasiga ko'chirib, undan yana boshqasiga ko'chirib, har bitta delingizni bitta Ujontdan boshqasiga ko'chirishi sizni 5-6 oy vaqtingizni ketkazadi. Shunaqa qilib 2 yil, 2,5 yildan beri karta ola olmayotganlar ham bor. Shuning uchun o'sha yurist, advokatlarga o'ta darajada bunchalik ishonvormanglar. Qo'pol qilayotganda sig'invormanglar. Oddiy narsalarni o'zimiz uchun murakkablashtirib, ko'p pul sarflab, keyin oxirida yana o'sha qarorlarni ham negativ chiqishiga sabab bo'lyapti biz o'zimizning harakatlarimiz. Birinchidan nima qilish kerak? Asosiy maqsad Polshaga keldingizmi? Asosiy maqsad karta pobita olib olish bo'lmasi kerak. Asosiy maqsad yaxshi daromadli, qonuniy ish beradigan ish topish bo'lishi kerak. Agar ishingiz zo'r bo'lsa, qonuniy hujjatlari joyida bo'lsa, yaxshi oylik to'layotgan bo'lsa, bo'ldi. U karta pobitani olganingiz bilan sizga oyligingiz birdan ko'payib qolmaydi kartangiz borligi uchun, yoki sizga u Amerikaga viza emas, u shartta kartani olib endi xohlagan joyimga ketadigan. U prosta o'sha vizangizni davomi. Shuning uchun u karta pobitani juda ham bir kuchli hujjat sifatida qarab olmanglar. Oddiy bitta o'sha vizangizni davomi. Imkoniyatlari bor, uzoqroq muddatga. Lekin bu qanaqadir sverxestestvenniy narsalar bermaydi u. Sizni oddiy bitta hujjatingiz. Undan ko'ra yaxshi daromadli,
qonuniy ishlatadigan ish beruvchi topish bizni asosiy muammoyimiz bo'lishi kerak. O'sha ishni topgandan keyin bo'ldi, qolgani o'sha ish beruvchi tomonidan hamma hujjatlar topshirilsa, 1 yil, uzog'i 1,5 yilda xohlagan hududda, o'sha voyevodствоda kartangizni olasiz. O'zlaringiz qiynab, hali u advokatga, hali bu advokatga pul berib, hali u ujonddan, hali bu ujondga ko'chirmanglar. Ming falon ujondda tezroq chiqarkan desa ham, u ujondga dokumentlaringiz yetib borguncha siz bu yoqda chiqishi mumkin bo'lgan vaziyatdan ketgan bo'lasiz. O'zimiz masalan guvoh bo'ldik. Mana shu hafta boshida ujond voyevodskiyda bir ish bilan kirgan edim. Atpechatga topshirish uchun navbat beriladi. U navbat ham 1 yilda yoki 6 oy, 7 oyda keladi. 4 ta o'zbek ism familiyani o'qidi. Birontasi yo'q haligilardi. Qachondir hujjat topshirishgan, balkim ular boshqa shaharga ketib borgandir, balkim advokatini almashtirgandir. Xullas, yo atpechatkaga ularda navbati borligidan, shu kuni topshirishlari kerakligidan umuman xabarlari yo'q, yoki xabarlari bo'lsa ham kelmagan. Endi nima bo'ladi? Mana qanchadir muddat kutilgan, atpechatga navbat keldi, kirmadi, bo'ldi, u navbat kuydi. Endi yana boshqatdan yangitdan yana qanchadir muddat kutib navbat olish kerak. Shuning uchun agar kim bilandir qaysidir advokat bilan ishlayapsizlarmi, doimiy kontaktda turinglar. Nima bo'lyapti? Qachon navbat? Nima qilishim kerak? Yoki ish almashtirmoqchi bo'lsangiz ham, ras siz ishingizni, delingizni o'sha odamga ishonib topshirdingizmi? O'sha bilan maslahatlashib, hozir almashtirmoqchiman. Kartam qanaqa holatda? Almashtirsam, u yerdan hujjatlarni yuborib, ulgitib keta olamizmi davom ettirib, yoki hozircha to'xtab turish kerakmi? Bu oddiy narsalarda, mana shu oddiy narsalarga ahamiyat bermasdan, birinchidan vaqt sarflayapsizlar, ikkinchidan katta pul sarflayapsizlar, uchinchidan natija ham o'shanga yarasha bo'lmayapti ko'pchilikda. Kimlardir masalan yozishi mumkin, yo'q men oldim faloncha muddatda, yo'q meniki buncha chiqdi. Bor bunaqa narsalar. Lekin men ko'proq mana bu qiynalib turgan odamlarni o'ylab aytyapman. Agar kimgadir tezroqda chiqqan bo'lsa, omadlaringiz bersin, yuzingizni yorug' qilsin. Bunga hech qanaqa bizning g'ayirligimiz yo'q, qarshiligimiz yo'q. Lekin ko'pchilikni masalan 100 ta odam qiynalib turgan bo'lsa, 10 ta odamning ishi zo'r bitgan bo'lsa, demak mana buni tarozini teng ko'ra olmaymiz. Agar 50-50 bo'lganda ham teng ko'rish mumkin edi, lekin qiynalib yurgan, xarajat qilib yurgan, aldanib yurganlarda soni ko'pligi uchun biz mana shu tomonga yonbosibroq gapiryapmiz. Ishini bitkazib yurganlar, ishi zo'r yurganlar omadini bersin, biz buning uchun xursandmiz. Umuman olganda karta pobiti olish masalasida uni qanaqa tartibi bor, qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi, men yuqorida boshqa videolarda to'liq ma'lumot berganman. Uni har doim qaytarib o'tirishimiz shart emas. Bemalol mana shu kanalda kuzatib, Polshada ishlash, oylik sharoitlari hammasi haqida batafsil ma'lumotlar berib borilgan. Nasib qilsa, keyingi videolarimizda o'sha bir qancha sohalarda intervyular qilganmiz, lekin ular eski intervyular va hozir narxlar, sharoitlar o'zgargani uchun biz ana o'sha sohalardagi yurtdoshlarimizni topib, ular bilan suhbatlar qilib, ya'ni Polshadagi oyliklar, sharoitlari haqidagi yangi ma'lumotlar bilan yangi videolar joylashga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.